Mana men yozayotgan bo'rimizda ham kimyo bor, ximiya bor. Tushundinglarmi? Ey Asad, tur bor chiqib ket. Chiqib ket. Senga kerak emasmi? Senga kerak, menga ham kerak emas. Menga umuman kerak emas. Sizlarga kerak, tushundinglarmi? Men dissertatsiyamni yoqlab professor unvoniga yetishib bo'lganman. Mani onam kimyoxon deb bekorga ismimni qo'ymaganlar, tushundinglarmi? Kimyo Temirovna desa butun Toshkent taniydi. Kimyo ustoziman. Ha? Men o'qib bitirib hamma yoqni chaplab tashlaganman. Hozir hamma narsada ximiya bor. Yeyotgan narsalaringda ham, olayotgan nafaslaringda ham, chiqarayotgan nafaslaringda ham ximiya bor, tushundinglarmi? Bu 2 yosh o'rtasida ham ximiya bor. Bir-birini sevadimi? Ximiya bo'ladi. Hammali Navoiy to'g'ri aytgan o'sha ashulasida. Timoyan ximiyadir. Kstati, o'sha ashulasini rosa yoqadi. Konsertida har gal tushib olib, telefonim svechasi bor, o'shani yoqib olib, romantika qilib kelaman har doim borib. Lekin shu hech menga e'tibor bermaganda, shu hammali Navoiy bor-ku, plakat ko'tarib chiqsam ham hech qaramaydi. Mayli, Instagramdan yozib boraman. Da, to'g'ri. Bu ximiyani o'sha bolalar ham yaxshi o'qigan. Tushundinglarmi? Mana yaxshi o'qigani uchun zvezda bo'lib yuribdi.